Xorazmning eng boy joylaridan biri bu Qo'shko'pir desam ishonasizlarmi? Nechun degan savolingizga javob beraman. Buni javobi videoning orqasida turibdi. Like bosib obuna bo'lib turinglar. Nechun men Qo'shko'pirni Xorazmning eng boy tumanlaridan biri deb aytib turganimning sababi do'stlar. Biza Qo'shko'pir tumanida batutimizni akkalib o'rnatib berdik. Urganch Universiteti bilan birgalikda va o'rnatishimizning o'zidan ichida bola to'lib ketdi do'stlar. Har bir boladan 5000 so'mdan ag'am taqdiringizdan bir kunda o'ynab gulib 500 ming so'mdan 1 million 2 milliongacha pul topishingiz mumkin. Bizning klientlarimiz aynan shu darajada pul topib turibdi bu biznes orqali. Aynan shu sababdan ham Qo'shko'pir tumanini Xorazmning eng boy tumanlaridan biri deb aytib bilaman. Sababi toza chiqqan bizneslarni bular sinab ko'rishdan qo'rqmaydi. Batut biznesi ham aynan toza chiqqan. Rahmat Urganch Universitetiga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizlar ham o'z ish faoliyatimizni boshladik. Hammaga tavsiya etamiz. Bizlar shu narsani tavsiya etdilar, foydasi katta dedilar. Xudo xolasa yana birgalikda ko'rib boramiz. Bu videoni bo'lsa, shu biznes boshlayapman, pulim bor, lekin novating deb yurgan donishlaringiz bo'lsa, shularga yarib qo'ying do'stlar. Razmeri 8 ga 5 lik bo'ladi va balandligi 7 metrni tashkil etadi. Bir vaqt o'zida ichida 15 bolani o'ynatishi mumkin va ko'rib turibsizlar, yana bolalar hazzatib o'ynab turibdi. Agar siz Urganch Universitetidan bu batutlarni xarid etsangizlar, yetkazib berish, o'rnatib berish xizmatlari bepul ekan. 50 kilometr masofa hozir biz o'rnatib berdik. Demak, buni o'rnatgandan keyin yaqsa pulini to'laysiz ekan. Agar sizlarga shu biznes qiziq bo'lsa, pastda Urganch Universitetining telefon nomerlari bor. Bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Narxini necha so'm deydiganlar uchun kommentariyada narxini yozib qo'yibman. Sizda bo'lsa kommentariyada bu biznesni keyin nera olib borsak bo'ladi, shuni ham yozib qoldiringlar.